suyak yemirishi degan dard bor ekan. U yomon kasal opa. Kasallik yaxshi yomoni bormi? Hammasi bir go'r. Ish qilib keliningiz qarayaptimi? Oyim bitta gapirganlarda oldilariga borgan. Qo'limda bola. Lekin shunga qaramasdan harakat qilyapman ham unga, ham bunga. Boya kelishgandik shekilli. Kelishgandik. Men senga sir asrorimni, hunarimni o'rgatish uchun kelishdik. Ma'lumotni yetkazish haqida gaplashmadik. Еще она постоянно соседке жалуется har на doim меня, qo'shnilarga наговаривает. Думает, я это все не понимаю. Я же это прекрасно все Axir men знаю. hammasini tushunib turibman. Я тебе говорила, не возвращайся в этот дом. Ha, işte men Jahongir nima gap? Sodiq Turg'unovich, ertaga sud ekan. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. И... Qayerga oyijon? Oyim ishlari bor ekan. Kech bo'lgandi. Oyijon, yurarkansiz-u? Menga krujkani olib ber deb chaqiryapsiz. Majbur bo'ldim. Iloyim senga kunim qolmasin. Shu-da, hamma o'zini eplagani yaxshi. Bo'ldi qil. Keyin gaplashamiz sen bilan. Mayli. Yaxshi borib kelinglar. Qani? Uxlatib bo'lding bolalarni? Ha, Yaxshi. sizni yo'qotib qo'yishdan rosa qo'rqdim. Men ham qo'rqdim. Aldamang. Siz meni qancha xafa qildingiz, yig'latdingiz, bilasizmi? Bilaman. Chunki o'zim ham shunaqa ichim yig'ladi. Aldamang, yolg'onchisiz. Mayli. Ishonmasang ishonma. Ishonmayman. Nima bu? To'y sovg'asi. Buncha chiroyli. Qanaqa to'y? O'zim xotinimga ikkinchi marta uylandim. Mahrga nimadir berishim kerak-ku. Juda ham chiroyli ekan. Rahmat. Sen bundan yaxshilarga arziysan. Bundan zo'rlarini olib beraman. Olib bermasangiz ham mayli. Yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Ha. Voy, Kozim aka, Nodira Halilovna boru, o'sha hammadan kechirim so'radi. Yo'q-e? Tavba, bunaqa holatlar faqat televizorda bo'lardi deb o'ylardim. Qamalmadimi u xotin? Yo'q. Qamalgandi. Zulfiya opamni erlari olib chiqibdi. Hozir bizda sanitarka bo'lib ishlayapti. Ishga olib, lekin yaxshi qilibsizlar. Ey, kelmasa ham mayli-di. Lekin bilasizmi, har ko'rganimda shunaqa mazza qilyapman. Yana qaynam keldi shekilli. O'zim qaray. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Parijon.
Yaxshimisiz bolam? Yaxshi, rahmat. Nevaralarim hammasi yaxshimi? Qudamgilar sog' salomat yurishibdimi? Yaxshilar. Hamma sog' salomat. O'zingiz yaxshimisiz? Qodirga obor deb qo'ymadim. Ovora bo'psiz-da. Ovorasi bor ekanmi? Agar siz bormasangiz, o'zim oldingizga kelaman dedim. Nodirjonlarim xat xabari yo'q. Shu ketgancha yo'q bo'ldi. Bolam, men sizlarni ajratib katta xato qilib ekanman. Sizni dilingizni og'ritganman. Bolalaringizni yetim qildim. Hozir shularni o'ylasam, ich etimni yeyman. Mana ko'rib turibsiz-ku. Xudoyim jazoimni berdi. Shu ahvoldaman. Yura olmayapman. Baraka topsin. Qodirning xotini menga yaxshi qarayapti. Parijon, agar kechira olsangiz, kechiring meni, jon bolam. Oyi, jon qizim, kechiring. Kechiring bolam, kechiring. Kechiring. oyi, sizni men emas, Xudo kechirsin. Bolam, katta boshimni kichik qilib keldim. Chin yurakdan uzr so'rayapman. Kechiring, bolam. Kechiring. Men sizni kechirganman. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Baraka toping. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringizni rohatini ko'ring. Rahmat. Sizga katta rahmat. Siz ham tuzalib keting. Alloh shifo bersin. Rahmat. Kiring uyga. Rahmat. Qodir. Ketdik. Rahmat bolam. Mayli. Yaxshi yotib oling. Rahmat. Ha boy. Ja forum bo'lyapsiz? Kecha restoranda yana bitta bilan tanishib keldingizmi? Hech kim bilan tanishganim yo'q. Bugun sud. Aha. Kecha Jahongir gapirayotdi. Gulingiz qamalar ekan endi, ha?
Gulimmi? O'z ko'zlarim bilan ko'rish uchun ketyapman. Menga yolg'on gapirib, hayotimni barbod qilgan insonni bir ahvolini ko'rib qo'yay. Mayli. Yaxshi boring. Mendan salom aytib qo'ying unga. Ha, yurak dorini olish esdan chiqib qolmasin yana. Shu bir qochirim gap qilmasangiz ko'ngil joyiga tushmaydi. Ha, hazillashib qo'ydim-da. Undan ko'ra keyining. Sen men bilan birga borasiz. Men nima qilaman? Borasiz dedimmi? Borasiz, gap tamom. Hop. Keyining. Hozir. Ha, tavba qildim ha. Ha, mayli. Asabga o'ynasa ham boriga shukr. Ha? Erta turibsan. Sudga borasan-da. Ha. Nima deb o'ylaysan? Oqlanarmikinsan? Bilmadim. Lekin dushmanlarim oldiga chiroyli va boshimni tik tutib borishim aniq. Erlaring edi-yu, endi dushmanga aylanishdimi? Men ularga hech qanaqa yomonlik qilmaganman, lekin ular ustimdan yozib berishdi. Moskvadan olib kelib shu yerga tiqishdi. Ay, hozir mazza qilib Peterda aylanib yurgan bo'lardim. Mana Yevropa. Shu qamoqxonada yashab yuribsan? Feruza Shodiyeva. Chiqing. Nimayam derdim. Omadingni bersin. Rahmat. Opa, kecha nima bo'ldi deng? Kundoshing kelib janjal qildimi? Yo'q. Qaynonam ketdi koleskada. Iya, nima bo'ldi? Yurolmay qoptilar. Oyoq suyagi yemirilganmish. O'sha o'ris keliniga kuni qopti. Opa mendan yig'lab kechirim so'radi. Seni hayotingni men buzganman, hayotingni men barbod qilganman deb tan oldilar. Ana bo'lmasam. To'g'risi men bunaqa holatlarni kinolarda bo'ladi deb o'ylardim. Hayotda o'z ko'zlarim bilan ko'rdim, opa. Qaynonangni kechirdingmi? Boshqa choram qolmadi. Bechora yig'lab uzr so'radilar. Yaxshi qilibsan, Pari. Opa, ming marta shukrlar aytyapman. Alloh yuzimni yoriq qilgani uchun. Xudoga shukr deyapman. Bir kun yuzaga chiqishingni bilardim. Sen uchun xursandman. Hali erim ham qaytib kelib kechirim so'rasalar ajabmas. To'xtang. Qani qo'lingizni orqaga qiling. Bunisini ham. Yuring. Ketdik. Keling. Assalomu alaykum Sodiq Turg'unovich. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Va Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jahongir. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Xudoga shukr. Mana shu kunga ham yetib keldik. Afzal, bu yaramas ayolga necha yil berishar ekan? Bu ayolning advokati
o'zidan ham ustomon. Hali bilmaymiz qancha berishini. Ish qilib bitta narsadan cho'chib turibman. Sud zalidan ozod bo'lib chiqib ketmasa bo'ldi. Shunaqasi ham bo'ladimi? Shuncha erkakni ahmoq qilgan ayolning qo'lidan hamma narsa keladi. Ha, hammamiz ham tozasiga uchrabmiz-da. Va nihoyat shuni tan oldingiz. Tan olaman. Hali hech kim meni bu darajada chuv tushirmagan. Padariga milliard la'nat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Assalomu alaykum. Oy, hamma yig'ilibdi. Ha. Eringni qara. Yasam olganini. Uchrashuvga kelganga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Yuring ketdik, oy. Kenayam ham kelibdilarmi? Dugonasidan xabar olgani kelgan. Ha, mayli. Oxirgi marta ko'rishib olishadi. Qachon boshlanar ekan? Hozir boshlanib qolsa kerak. Ha. Feruza Shodiyeva ishi bo'yicha kelganlar. Sud zaliga kirishlari mumkin. Qani, yo'l boshlang. Qani yo'linglar. Kiring. Shoshmang. Qani? Tezlashamiz. Qani kiring.
namuncha kech qolib ketdingiz? Xavotir olmang, hammasi joyida. Yangi uylar muborak bo'lsin. Ana endi haqiqiy joyingni topibsan. Mana bugun butun kirdikorlaring fosh bo'ladi. Esingda bormi? Menga yolg'on gapirgan odammi? Tiz cho'ktiraman degan edim. Hali ko'ramiz, boyim. O'rningizdan turing, sud kelyapti. Marhamat, o'tirishinglar mumkin. Opa, sizga issiqqina galipsi olib chiqdim. Oling, yeb oling. Voy. Baraka toping. Ovora bo'psiz-da. Ayo, ovorasi bormi, opa? Kelining supdan boshqani bilmasa kerak edi, pishirib olib chiqdim-da, opa. Gapirmang. Kecha meni tashlab onasiniga chiqib ketgan. Indamadingizmi? Gapirgan bilan foydasi bormi? Baribir meni gapimni quloqiga ilmaydi. Endi o'zingiz unga muhtoj bo'lib turganingizdan keyin yalnarkansiz-da, opa. Shunaqa. Kunim shu o'ris kelinga qoldi. Sog'lom bo'lib yurganimda o'zim bilardim. Opa, endi bo'ldi. Unga yaxshi gapirib yo'lga soling. Koshki gapni tushunsa ekan. Tushunadi. Bu keliningiz baloni ham biladi. Sal bir gap o'tsa, onasiga chiqib ketadi. O'g'lim ham, nima bunaqa qilasiz? Nima unaqa deysiz? Unaqa demang, deb shuni yonina olgan. Lena. Ey Lola. Qo'shni chiqdi, choy-poy olib kel. Voy, choy ichmayman, opa, qo'yavering. Men bora qolay, kosamni ertaga olib chiqib ketaman. Voy, mayli shunaqa qiling. Tez chiqib turing. Zerikib qolyapman. Xo'p, opa. Keyin safar pista olib chiqing. Sho'rida. Xo'p, olib chiqaman. Hamma yo'lni pista po'choq qilib bir yoyib bering. Tozalasin. Sud majlisi ochiq deb e'lon qilinadi. Bugun Feruza Shokirovaga nisbatan firibgarlik aybi bo'yicha jinoyat ishi ko'riladi. Ayblanuvchi, o'rningizdan turing. Ism, familiyangiz va tug'ilgan yilingizni ayting. Feruza Shodiyeva. 1978-yilda tug'ilganman. Surxondaryo viloyati Sho'rchi. Sizga huquq va majburiyatlaringiz tushuntirildimi? Ha. Ayblov xulosasi o'qib eshittirilsin. Tergov materiallariga ko'ra, ayblanuvchi bir necha shaxslar bilan turmush qurib va oila qurish va'dasi orqali ishonchga kirib olgan. Ularning mol-mulki, qimmatbaho buyumlarni o'zlashtirgan va keyin shu mablag'larni o'z ehtiyoji uchun ishlatgan. Jabrlanuvchilarga esa moddiy zarar yetkazgan. Ayblanuvchi, aybingizni tan olasizmi? Yo'q, men hech kimni aldamaganman. Jabrlanuvchi G'aybulla Hamidov chaqirilsin. Men Nazokatxon bilan, ya'ni Gulixon bilan bir yig'ilishda tanishib qolganman.
o'zini menga neft bo'yicha ekspert qilib ko'rsatgan. Ishim yuzasidan biz keyin tez-tez ko'rishadigan bo'lib qoldik. U menga mehribonchilik qila boshladi. Biz birga yashashni boshladik. Men uyimni hadya qilib bergan ekanman. Atrofimda girdi kapalay bo'lardi. Yolg'iz erkakka mehr kerak. Men ham bu yaxshi ayol ekan deb, uyim joyim der ekan deb menga turmushga chiqishini taklif berdim. Biz qonuniy zaksdan o'tdik. Keyin meni uyimga ko'chib kelib, biz birga yashashni boshladik. Eng yomoni, avvaliga meni farzandlarim bilan teskari qilib qo'ydi. Ana undan keyin bo'lsa, xotinimdan qolgan barcha tilla taqinchoqlarni, qimmat buyumlarni o'zlashtirishni boshladi. Tinmay pul so'rashni boshladi. Mashina oldirdi. O'ziga kerakli narsalarni sotib olardi. Va nihoyat uyini o'z nomiga olishini aytdi. Men ham ahmoq. Kaytda bunga uyimni xatlab berdim. Hech qancha o'tmadi. U meni o'z uyimdan haydadi. Men ota hovlimdan ayrildim. Nega sud organlariga murojaat etmadingiz? Men ariza bilan murojaat qilganman. Ular tekshirib ko'rib, buni harakatlarini qonuniy deb belgilashdi. Men uyimni hadya qilib bergan ekanman. Hadyani esa qaytarib olish iloji yo'q deyishdi. Xullas, men aybini isbotlab bera olmadim. Qonun u tarafda edi. Men hech narsa qila olmadim. Har safar uni oldiga borganda u meni haydab solardi. Ko'p o'tmadi. U uyini sotib ketdi. Keyin uni qidirib ham topa olmadim. Ancha payt ko'rmadim. Men bor budimdan ayrilib qolaverdim. Yolg'on hammasi. Yolg'on. O'zi bergan, sovg'a qilgan. Isbot dalillarim ham bor. Ish qilib Feruzaga kamroq muddat berishsin. Shuncha pulni uxlatgandan keyin menimcha 1-2 yil berishmasa kerak. Advokati kuchli ekan u. Balki suddan chiqib ketar. Hammasi safsata. Men uni qutulib ketishiga umuman ishonmayman. Jinoyat qildimi? Jazosini albatta olish kerak. Ichingiz qora ekanmi? Nima? Seniki oqmi? Bu yerda o'tirganlarning hammasi bir xil. Oppoq odamlar ko'chada yuribdi, ochiq osmonda. Aybi borlar zulmatda o'tiribdi deng. Shunaqa. Bilasanmi, Feruzani turgan bitgani kriminal edi. Yana o'g'lini tortgan. Ko'p yil berish aniq. Jabrlanuvchi Sodiq Turg'unovich chaqirilsin. Hurmatli sudya,
Mana shu ayol o'zini Nazokat Botirovna deb tanishtirdi. Hisobchiman dedi. Men ham atrofimda parvona bo'ldi. Qanday tanishgansiz? Restoranda tanishganman. U atayin meni ilindirish uchun borgan. Keyinchi? Keyin meni qurilish kompaniyamga ishga kirdi. Sekretar bo'ldi. Keyin har xil cho'l odamlar berib, boshimni aylantirib, o'ziga og'dirib oldi. Men ham endi soddalikka borib, uning gaplariga, hamma gaplariga ishonganman. Turmushga chiqmaganman. Bir umr sizni kutib yashaganman dedi. Xullas, yolg'onlariga mahliyo bo'lib, mana shu ahvolga tushib o'tiribman. Keyin unga to'y sovg'asi qilib, mashina berdim unga. Katta qo'li ham olib berdim. Ayniqsa u brilliantlarni yaxshi ko'rardi. Shunaqami, Banu? Brilliantlar ham olib berganmisiz? Albatta. Bu ham yetmaganidek, meni uyimdagi seyfimdan $500,000 bilan yana ancha muncha talalarni olib chiqib ketgan. O'g'rivachcha bu. Noinsof kamida kompaniyamizni ishlarga beradigan pul hisobidan 5 milliard pulni ham o'zlashtirgan bu. Bu hali bilganlarimiz. Bilmaganlarimiz qancha? Sevdi pullar o'rniga soxtasini qo'yib ketgan. Ana shundan keyin o'rtoq sudya ariza berishga majbur bo'ldik. Xonimcha keyin Moskvaga borib qo'lga tushdilar. Bu ayol menga ham moddiy, ham ma'naviy zarar keltirdi. Sog'lig'imni yo'qotdim. Yurak xurujini ham boshimdan kechirdim. Yolg'on. O'zi yalinib turib olgan. Turmushga chiqing degan. Keyin spitligini ham yashirgan. Shuning uchun ham brilliantlarni bergan. Sizga hali so'z berilmadi. So'z berilganda gapirasiz. O'tiring joyingizga. Qizim, nazokatingni qara. Tilini bermayapti-ya. Tavba. Oyi, to'g'ri qilyapti. Shunchasini chuv tushiribdi-yu. Oyi, qo'ysangchi. O'zi nazokatga rahmim kelyapti. Rahming kelmasin. Bu nechi? Bu tegirmondan butun chiqadi. Oyi, men ham so'zga chiqaman. Jinni bo'lma. Gapirmasam bo'lmaydi, oyi. Bo'la qolsangiz-chi, namcha qolib ketdingiz? Samolyot 10 daqiqadan keyin qo'nadi. Hozir. Hali ham bo'lmadingmi? Hozir ojon. Pari rosa tayyorlagan. Kech qolmaydi. Hali samolyot qo'nmagan oyi. Endi men sovchilikka boraveraymi, dadasi? Bir ikkita qizni ko'z ostimga olib qo'yganman. Oyijonim, men siz kimni tanlasangiz shunga uylanaman. Faqat Ilyos qiz bor. Assalomu alaykum buvijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Asaligini qarang buni. Ancha katta yigit bo'lib qoldi. Yaxshi keldingmi o'g'lim? Assalomu alaykum. O'ris derdingiz.
Mana o'zbek bo'lib qoldi. Xudoga Ana shukr. ko'rdingiz, tarbiyalasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum Nosir aka. Va alaykum assalom.